Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar. Inkubator Orzu ishlab chiqarish. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan inkubator 100 ta bedana tuxumlariga moslashgan, 100 ta bedana, 50 ta tovuq tuxumlari va maxsus bedanalar uchun tayyorladik. Bedana, ya'ni Italiya bedanalari ochilar ekan, Muzaffar degan ukamizga Toshkentga inshaalloh tayyorladik. Mana shu inkubatorimiz mana birinchi knopka ishga tushiradi. Maxsus bedanalar uchun. Mana shunday varonkalar mavjud komplektida. E'tibor bering. Fleka ham bor. 100 ta bedana ketadi shunga. 100 ta. Inkubatorga bedanani solasiz. Suv idishi bor. Aytamiz qaysi tomonga suv quyishni quyasiz. Qopqoqni yopib, e'tibor bering, inkubatorda ishlatish qoidasi mana. Tuxum terasi eson-omon suv quyasiz. Mana shu bitta knopkani bosasiz, ikkinchisini bosasiz. Mana. Uchinchisi chiroqniki mana. Chiroq kerak emas. Bo'ldi, mana shu ikkita knopkani bosib qo'yasiz birodarlar. Boshqa hech nima qilmaysiz. Agar bir lishniy akkumulyatoringiz bo'lsa uyda, yaxshi zaryadlangan holatda akkumulyatorni ham ulab qo'yasiz. Bo'ldi. Inkubatorda mutlaq esingizdan chiqarib yuborasiz 3-4 kunga. 3-4 kunga esingizdan chiqarib ishlaringizni qilib yuraverasiz. Bo'ldi. Sizga akkumulyator запасной elektr energiyasi bor. Svet o'chdimi? Mana svet o'chdi deymiz mana. O'chdi svet. Akkumulyatorga sразу o'tdi, mana ko'ring mana. Ko'rdingizmi? Mana. Ulayapman yana. Mana. Sразу akkumulyatorni ko'rsatadi. Mana bu yerda zaryadini ham ko'rsatadi. 10 dan pastga tushib ketdimi? Mana shu 10 dan pastga. Bo'ldi, siz zaryad qilasiz. Zaryad qilishingiz kerak. Ko'rdingizmi? Mana shu 10 dan pastga tushdimi? Hozir 11, 10 dan tepada turibdi. 11, 11,5 bor. Chunki hozir akkumulyatorga ishlayapti. 220 ni o'chirib qo'ydim. Mana. Agar bu qanday mana misol mana 220 ni yoqyapman, 220 ni yoqdim. Akkumulyatorda o'zi avtomatik uzdi. Bu yerdan uzganim yo'q. E'tibor bering, o'zi uzdi. Mana endi mana 12 ga 12,5 ga chiqib oldi mana. Mana shunday holatda zaryad yaxshi bo'ladi. Agar mana shu holatda agar o'ndan tushib ketsa, akkumulyatorga ishlamayotganda, demak, siz akkumulyatorningiz toki pasaygan bo'ladi. Zaryad qilish kerak albatta. Aziz birodarlar, inkubator Orzu Toshkent Muzaffarga Italiya bedanalari uchun maxsus tayyorlandi va jo'natamiz egasiga. Hozir Instagramda podpисчиklarimiz, ya'ni obunachilarimiz 13 mingta bo'ldik. Inshaalloh endi mana shu 20 mingta bo'lganimizda, e'tibor bering, 20. Mana shu inkubator eng zo'r obunachimizga kommentariyada yozgan o'zi tanlaymiz bitta jo'natamiz. Aynan shu inkubatorga muhtoj bo'lgan deymizmi yo kerak juda mana bunaqa kattalarini ola olmayotgan bir ishqiboz ashaddiy obunachimizga mana shuni jo'natamiz. Obuna aziz birodarlar, obuna bo'ling kanalimizga, shu tezroq 20 mingtaga chiqaylik-da va inkubator kimgadir yetib olsin, savobga qolasiz inshaalloh. 2026-yil hamma uchun omadli bo'lsin. Xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.